Aytadi. Uka sen qozoq bilan gaplash, men tojik bilan gaplashaman. Sen qozoq bilan urush, men tojik bilan urushaman. Senlar ko'tingga emas, bitta millat bilan urushish. Bir chekka olib borib dirlab qo'yishadi, orqadan olib yuradi shu bilan. Senga o'xshagan tiraqlardan chiqadi bizni millatga tosh otib, shu bilan ijtimoiy tarmoqlarda boshlanadi bir-birimizni millatimizni haqorat qilish. O'zi yetadi mana shu avtogonlikdan sayyon so'roq qilish o'rganing. 10 kilolar ashaki yig'ilgan. Agar ijtimoiy tarmoqlarda dasturni gapini butun qilib gapirisha olmasang, uchi ko'zga ko'rinishmang. Chunki senlar kuzatib turgan ba'zi yoshlarimiz bor. Senlardan zo'r ukalarimiz mana indashmasdan borishib UFC'da jangini bomba qilib qaytib kelishyapti. Mana balabolga o'xshab bam qilib gapirishmayapti. Senlar ikkita bo'y qildingmi, qilmadingmi? Parterda dumalab yurasanlar, bir chiroyli bo'y ko'rsatishmaysanlar, kamera yoqildi deganda o'zlaringdan gladiator yasashib, basharingni vahshiy terminator qilishib olib gapirsalar. Holatingni bunday qarasa, ikki shapalaqli holating bor xolos o'zi. Senlar o'sha aytayotgan Fazliddin ham, o'sha erka bilan ham ijtimoiy tarmoqlarda bunaqa klonchilik qilgan yo'q, butun millatini bir yerga urib.